Assalomu alaykum tomoshabinlar. Bugun bizni markazimizda, bizni nishonimizda desak ham bo'ladi va butun dunyoga shov-shuv bo'lishga sababchi bo'lgan Xayrullo akamiz. Sankt-Peterburgda 7-qavatdan tushib ketayotgan bolani o'zbekistonlik erkak qutqarib qoldi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 7-qavatdan tushib ketgan bolaning hayotini saqlab qolgan 36 yoshli o'zbekistonlik Xayrullo Ibodullayev Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbekistonlik ko'cha tozalovchi Xayrullo Ibodullayev 7-qavatdan tushib ketgan bolani qutqarib qoldi. Va Sho'xrob aka. Assalomu alaykum hammaga. Bu aka bilan bugun ko'rishdik. Mana Cho'lpon kafesiga yig'ilishib suhbatini olyapmiz. Bu inson o'zi boshqa inson. Giroy. Hatto bugun uchrashganimizda ertalab biz internetdan ko'rgan edik. Suhbatimiz jarayonida уже qahramonga aylanib ketdilar. Endi o'zi ofitsial, ya'ni qonuniy tomondan prezident tomonidan Ibodullayev O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan jasorat medali bilan mukofotlandi. Jasorat medali berildi. Rahmat. Endi o'zlari bu yerda, o'shaning uchun ertaga O'zbekistonga borgandan keyin albatta u medalni inshaalloh Nasib. ko'krakka taqasiz. Inshaalloh. Faxrda bu faxr. Shunday. Bu musofirlar juda ham rahmat, olqishda. Chunki bu musofirlar uchun juda ham yaxshi narsa. Bizda o'zimiz necha yildan beri Rossiyadamiz. Bu yerga mehnat qilaman, oila boqaman, farzand boqaman deb kelgan insonlar ko'p bizga o'xshagan, akaga o'xshagan. Endi mana shu qilgan ishi juda ham bir yaxshi ish bo'ldi. Bu juda ham nima deydi, mo'jizalik desak ham bo'ladi. Tasavvur qilinglar, bitta shaxs Qashqadaryodan, G'uzordan kelib turib, necha yillardan birin ishlab yurgan insonlarga haliga nima deydi, xayolga sig'mas katta yordam qildilar. Bu biz uchun juda ham faxrli va xursandli kun. Xayrullo aka, o'zingiz haqingizda ozgina tanishtirsangiz. Qayerdansiz? Qayerdansiz? Qanday kelib qoldingiz bu yurtlarga? Avvalambor assalomu alaykum. Taklif qilganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Umrlaringizni baraka topingizlar. O'zim asli Qashqadaryo G'uzor tumani Rassivet qishlog'idanman. 1989-yil tug'ilganman. Ismim Xayrullo Ibodullayev. Asli ishlashga Orenburgga kelganman. Orenburgga kelib ozgina ishlarim sal o'xshamay bo'lgani uchun bir xorazmlik G'anishir degan akamiz aslida u kishi bizni o'sha Sankt-Peterburgga ishlab chaqirgan. Xorazmlik akamiz qo'llab-quvvatlab olgan. Nechanchi yil, qancha bo'ldi kelganingizga Sankt-Peterburgda? 2025da qaysi oyi? Iyun oyi desak ham. U yoqda Sankt-Peterburgga kelganimman. Yo'q, вообще birinchi Orenburgga kelganim shu iyun oylari edi. Adashmasam avgust adashib ketdim. Avgust oyi edi. Undan keyin u yoqda ishladim. Nima ish qildingiz yoqda? Metal bazada ishladim. Metal bazada. Qashqadaryoliklar lekin ko'pi metal bilan shug'ullanadi. Metal bazada ishladik. Keyin bu xorazmlik akamiz yordam qilib bizni chaqirdi, G'anishir akamiz. Sankt-Peterburgga keldim keyin. Noyabr oyi keldim. Noyabr oyi kelib. Qancha bo'ldi? Yaqinda 4 oy bo'ldi. O'zbekistonda nima ish qilgansiz? Asli O'zbekistonda yashirmayman, aravaga bola bo'lganman. Alayska bozorida. Bozorda arava tortganman. Shunaqa tirikchilik bilan shug'ullanganman. Oila bor, farzandlar bor. Bor. Farzandlarim nechta? 4 ta farzandlarimdan. 4 ta qizim bor. Maşallah. Hammasi qiz. 4 ta qizim bor. Bu jannat insonlarda. Siz bir o'ylaganmisiz hozir? Arava o'sha Alayska bozoridalar kimlar bor? Kimlarni taniysiz? Esingizda? Birga arava tortganlar. Asli birga arava tortgan birinchi o'zim borganman. Birinchi o'zim borganman. U vaqtlar hech kim bo'lmagan. Keyin o'zimga shogird deydimi, o'zim yordamchi qilib bolalar olib borganman. Birinchi olib borgan hozir ko'rib turibdi. Ilyos degan bolani olib borganman. U ham Qashqadaryodan. O'zimni tog'amning o'g'li. Undan keyin G'iyos degan bola, u ham Ilyos ukasi bo'ladi. Menga yordamchi. Undan keyin olib borganman Ma'rif degan, Behruz, Ma'rif ukam, tutingan uka xonim bo'ladi. Behruz amakimning o'g'li. Bu Ahmad
Meni orqamda hozir 30 ta bola o'sha aravada ishlaydi. Hozir ham ishlaydi. Hozirgacha Alekska Shu bolalarga alangalik salom mana. 30 ta bola hammasiga. Keldingiz sizga birinchi kelishingiz Rossiyaga. Yo'q, kelganman, oldin ham kelganman. Oldin qayerda bo'lgansiz? Oldin portga ishlaganman. Port, значит, Krasnodarmi qayerda? yo'q, men Sankt-Peterburg shu yerda. portga ishlaganman. Finlandiya bilan chegara, bitta ko'mir zavodda ishlaganman. U yerda ham faqat Qashqadaryoliklar, hammamiz Qashqadaryoliklar edik o'sha Biz yerda. Qashqadaryoliklar shunday, shu bir kishi Toshkentga keldimi, g'ab bosadi. Bir kishi Peterga keldimi, g'ab bosadi. Shunisi yaxshida. Farzandlar ham katta bo'lib qolgandir. Ha, katta bo'lib qoldi. Necha yosh katta? Katta qizim 8-sinf, ikkinchi qizim 4-sinf, uchinchi qizim 1-sinf, hali 4-chim hali bir 3 yosh. Hali yosh. Mana 4 ta qiz deyapti-da. Endi Xudo xolasa endi o'g'il bersin. Iloyim, ko'pta duosi qabul bo'ladi. Duodan O'g'il bo'lsa ismini nima qo'yasiz? birinchi niyatim azaldan niyat qilib kelyapman. Muhammadjon qo'yaman, inshaalloh nasib bo'lsa. Yana ham beraversa, Xudoyim beradi aka. Xudoyim bersa. Xudoyim shu kungacha yetkazdi, shu kunlarga tasavvur qiling, Alayski bozorda, Shunaqa. bu ssenariy yozsangiz, mana shu ssenariyni olib o'qisangiz, bu fantastikani yig'ishtir deydi-da. Bu xudonalik chevarligi shundan-da aka. Shunaqa Alloh siylagani Allohimdan aylanay. Shu qanchalik qiynalganimni rohatini ko'rayman. Xudodan ming bor aylanay. Rahmat. Mana maktablarda o'qiganmiz, misol uchun siz ham o'qigansiz. Faxriyorlik, qandaydir biralik gрамотаlar olganmisiz? Lagerda olganman. Lagerda olganman. Teatrni obrazda olganman. Aktyorskiy tipi. Aktyorskida olganman. Maktabda endi o'g'il bolalar yo'q. Yo'q. Endi buni ko'pini oladi. Endi ko'pini oladi. Lekin mana maktabda, lagerda gрамота sirazi nima deydi? Bir sakrab turib, shaxsan prezidentdan bu unvonni olish, jasorat unvonini olish, aka bu juda ham askarlarni, juda ham davlat ishchilarini bu eng katta orzularidan biri-da. Shunday. Endi любой xalqda, o'zbek xalqida, masalan, любой xalqda o'zbek o'zini podshohidan, prezidentidan mana shunaqa faxriyorlik olish menimcha bu juda katta g'urur-da. Eng oliy mukofotlardan biri sizni shu mana shu qilgan yaxshiligingizni, o'zbekligingizda mana shu yurtda qilgan yaxshiligingizni eshitib, o'zingiz hali ko'rgan yo'q. Shunaqa. Lekin mana O'zbekistonda hamma joyda internet tarmoqlarida aytayaptiki, mana jasorat medali berildi. Endi mana haqiqatni aytadigan bo'lsak, hozir bu yerga kelganimizgacha mana necha soat bo'ldi ko'rishganimizga? 4 soat bo'ldi. 4 soat bo'ldi. Hali o'zini mana qo'lini yashirib o'tiribdi. O'zini sog'lig'i hali endi kech bo'ldi, demasa kunduz bo'lsa ekan, ertaga klinikaga boramiz. Обязательно. O'zini sog'lig'i hali vaslanayot bo'lmagan. Lekin akamiz ertadan ishga chiqaveradi. Aka qo'ying. Ishga chiqmasam bo'lmaydi. Bu mas'uliyat hamda aka qarang. Menga ishonib turibdi-da. U yerda ishlaydigan joyimda yosh katta ayollar, erkaklar bor. U kishilar yosh kattaroq yo'lda yurolmaydi-da. O'shalarga baribir mas'uliyat meni bo'ynimda, yo'l ochib berishim kerak. O'shaning uchun har o'tganda hammasi tanasa tanimasa, "Sinak, тебе спасибо большое." Постоянно menga shunaqa so'z aytadi. Men yanada faxrlanib ishlayman. Lekin men ishlaganimga mana noyabrda ishga kirgan bo'lsam, dekabr, yanvar pul olmaganman. Ochiqchasini hozir aytaman. Chunki meni dekabrda zaddishga 1 oy bo'lgan, yanvarda menga dokumentga pul bergan ular menga. Sirazi olib qolgan. Men shunchalikki qiynalganman. Men Allohimga berilib shukr, hozir rohatini ko'rayman. 2 oy pul olmaganman. Men qanaqa juda bir og'ir vaziyatga tushib qolganman, lekin shunda ham menga motivatsiya deydimi, kuch berib turgan o'sha yosh katta onaxon, otaxonlar, o'ris bo'lsa ham. Chunki sababi ular menga rahmatlarida men yanada mag'rurlanib ishlashga harakat qilardim. Chunki pul olmayapman, uyda baribir yashirmaymiz, muammo bo'ladi.
Конечно. Bugun u kam, bugun bu kam, qaysi bolamdadir mazasi bo'lmaydi, nimadir tashvish juda baribir hammada ham bo'lsa kerak. Menda ham Конечно, shunaqa. albatta aka. Shuning uchun yomon millatni o'zi bo'lmaydi. Yomon xarakterli insonlar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu Lekin mana shu yaxshi yomonlikka deganimizda biz reportajlarda ham ko'ryapmiz. Yosh go'dakchalar kelib turib, akamiz tushunsa tushunmasa quchoqlab, rahmat aytib, bu videoga xalq bu chiqyapti-da, videoga qo'shiqlar. переводчик ham kerak emas, просто ko'rib ko'zingiz yoshlanadi borku. Конечно. Yaxshilik qanchalik haligi millat tanlamasligi, illat, din tanlamasligini yaqqol ko'rish mumkin. O'shani ko'rishga va ommaga tarqalishga siz sababchi bo'ldingiz-da. Siz o'rnak bo'lyapsiz-da hozir mana shu o'zbek Sankt-Peterburg shahrida bitta insonni jonini saqlab qoldi. Martlarcha. O'sha voqeaga kelaylik endi. Ha? Qanday bo'ldi u? Hammaga qiziq mana sizda aytayapti, unday deydi, bunday deydi. Bittasi qo'rg'asin deyapti. Endi ertaga tekshiramiz endi bu yoqda. Ayniqsa rus tilida aytilgan, bugun ham gaplashdik. Baribir haligi nima deydi, qiyinchilik bo'ladi. Mana o'zimiz auditoriyaga chista jaydaricha, mana shu g'uzorchasiga, Qashqadaryochasiga tushuntiring, nimadan boshlandi? Mana ertalab turdingiz. Nimadan boshlandi? Ertalab turdim. O'sha har doimgidek ishim, o'sha yo'llarni tozalash, vinomatilni abidgacha shu o'zimni mas'uliyatli ishlarimni qildim. U qaysi ko'cha edi u? Petrogorodskiy, Petrozavodskiy. Petrozavodskiy dom 13 deydi. Raqam ham lekin haligi rayon dedik-ku. 13. Keyin har doimgidek shu o'zim mas'uliyatli ishimni ertalab turib qildim abidgacha. Bo'ldi, abid 12larda abid bo'ldi, kirdim. Shu birgacha 1 soat abidlanib, shu soat 5 minut sal bu ham bir Xudoning hikmati. Постоянно birda chiqardim. Ha, bu safar 55 masalan 12 da 55 da o'tganda, 50 da o'tganda mana shunaqa ishga chiqardim. 10 minut, 5 minut oldinroq chiqardim. Bu ana shu kuni aynan soat 1 dan 5 da o'tganda chiqdim. Chiqib o'zim yana tozalanadigan, ish qiladigan joyimga, territoriyamga qarab ketayotgan vaqtim ikkita ayol kishi, lekin u kishilarni yuzini tanimayman, baqirayotgan ekan. Men o'yladimki, qanaqadir bularning o'zlarining o'rtasida bir muammosi bo'lyapti deb. Endi qaramasangiz ham baribir qaraysiz. Endi men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam qarayman lekin. Qaradim. Qarasam, ular naborat ikkalasi o'sha bola tarafga baqirayotgan ekan. Tepaga qarab. Tepaga qarab, mana kir, tushib ketasan hozir va shunaqa tushunaman, lekin unaqa narsalar ruschalab abisat qilib yura olmayman lekin. Keyin risk o'zimda qanaqadir emotsiya paydo bo'ldi. Sazı o'sha yerga qaradim. Bola o'ynayapti. Oyna ochilgan, u yoqdan bu yoqqa o'tib o'ynayapti. O'zim qanaqadir seskanib ketdim-da, juda ham g'alati bo'lib ketdim. Yoshroq bolacha. Keyin endi bilsam bilmasam ruschani o'zimni yordamchi so'zimni boshladim-da, kir ichkariga, tushib ketasan. Kir dedim. Yo'q, bola baribir yoshda aytganini qilmaydi. U ayollar shu turganmidi? Yo'q, u ayollar turibdi o'sha yerda. O'sha ayollar turibdi. Keyin men ham ozgina u tepada turibdi, baribir ikkita okna dedim, oyna dedim, ochiq ikkalasi ham. Keyin men ozgina o'zimni ishimni qildim, lekin baribir o'zimda emasman. Baribir xayolimda o'sha bola olyapti. Baribir. Keyin to'xtadim-da, yana o'sha lapatkani, qor kuragini dedim, o'shani tashab bordim-da, borib o'sha yerda turdim. O'sha yerda tursam, u bola o'zi men turganimdan bola o'zi osilishga tushdi-da, osildi keyin. Okmaynaki derazani. Bu hech qanaqa deb gapirmayapti. Yo'q, bola hech qanaqa narsa gapirmadi. Endi bolada ham autizm degan bu kasallik bor ekan-da. Endi ular ham siz gapingizni eshitadi, lekin eshitmaganga oladi-da. Lekin uni bir qarasangiz sog'lomdek, bir qarasangiz sog'lom emasdek-da. Da, buni ijtimoiy tarmoqlarda ham yozib o'tganida, işte kasalligi bor ekan. Endi bu yerda qanday diagnoz qo'ya olmaysiz? Necha yoshda u bola u primерно? Men o'zimcha 4 yo 5 desam 7 yosh deyishyapti. Endi nasib bo'lsa Xudo xolasa yaqinda ko'ramiz, ko'rish bo'lib turibdi. Sakida o'sha bolani ota-onasi siz bilan uchrashmoqchi ekan.
Shunaqa. Telefon qilib aytishdi bularga ham, kstati SMS ham yozgan ekan. Bola hozirgi kunda soppa sog'. Больницада просто bunday восстановление bo'ladi baribir. Holatdan keyin tiklanish kerak debdi. Keyin nima bo'ldi? Вот mana baqir-chaqir bo'ldi. O'zimda qanaqadir o'zimni tuta olishim, o'zimni idoramni jilovlay olishimni sezdim. Siz borganingizga ushlab olaman deb. Men ushlab olishim xayolimda yo'q edi o'zi. Tushdi ham bilmagandim. O'ynab turibdi. O'zi men bordimmi o'zi pastga? Chunki u yerda ayollar ham qarab turibdi baribir. Nafaqat bitta o'zim emasman. Boshqa ko'pchilik ham bor. Yo'q, yonimda yo'q. Hammasi domda. U etajda bo'lgan. Yonimda hech kim yo'q. Pastda hech kim yo'qmi? Pastda hech kim yo'q. Faqat o'zim keyin dispetcherskiy bir ayol kishi bor. Videolarda ham chiqqan, o'tirib turib gapirgan. O'sha faqat u kishi ham qo'rqyapti, baribir yoshi kattaroq o'risa ham. Uzoqroqda turib qarab turibdi menga. Men baribir o'sha yerdan ketishga endi juda qiynaldi, keta olmadim baribir. Shuncha baqirgan bo'lsa boshqa hech kim yo'qmi? Nahotki? Yo'q, faqat biz kirgan ichkariga. Yo'q, atrofda odamlar o'tib qaytayotdimi? O'tib qaytyaptiga ahamiyat bermas ekan bu yerdagilar. Unchalik emas ekan lekin. Demak, sizdan boshqa insonlar ham ko'rganda shuni baqirganini eshitgan, to'g'rimi? Ko'ryapti, lekin mas'uliyat bilan qarab kelib yo menga yordam berayin yoki yonida turayin o'shani. Bu ilib qolmasa, men ilib qolishim mumkin degan xayolda ham bo'lmadi birantasi. Bu yerda o'zi qarangda, bu yerda o'zi bu tarbiya deymizmi endi, bu mentalitet deymizmi, atrof muhit qarri chertalaridan biri birov bilan ishing bo'lmaydi va hamma o'zi bilan o'zi bo'lib qolganda, shaharda, megapolislarda men afsuski shunday. Даже ko'pchilik paytlar qo'shning kimligini ham bilmaysan-da. To'ppa-to'g'ri. Hatto shunchalik deymiz-ku, yanagida o'zimizdan ko'p qavatli uyda tursak, qo'shning kim, nima bo'lyapti, nima yo'q. So'rasangiz, qo'pol tuyuladi deydi. So'ramasangiz, vot mana shunaqa. Qarang endi baribir. Sizni qarang, o'sha yerga ham to'la bir tasavvur qilib, haqiqatdan o'zbekligimizni belgisi mana shunda-da. Это 100%. Bu faxr, bu. Prямо faxr. Rossiyada shuncha inson baqiryapti. O'sha narsani ko'ryapti-yu, nima o'tib ketyapti. Nimaga o'zbek borib o'sha yerda? Oddiy inson. O'sha yerga o'zini, u yerga millatga yoki boshqa narsaga umuman taalluqli emas-da bu narsa bu yerda. Keyin baqir-chaqir bo'ldi. baqir-chaqir. Qancha vaqt, taxminan necha minut o'sha yerda u bola o'ynab turdi. Men o'sha yerda pastda turdim o'zi, men turdim. Bola o'zi osildi. Yo'q, mana shu tushmoqchi bo'lib pastga osildi. Ko'rganingizdan to ushlaganingizcha taxminan qancha? Yarim soat, gidit 25 minut shunaqa. Yarim soat desam ko'p, 25 minut desam kam. Taxminan 25 minut. Taxminan shunaqa, chunki qanday ota-onasi bilmagan. Onasi qanaqadir kompyuterda qanaqadir ishi bor ekanmi, shunaqa deb eshitdim, bilmayman yana ham. U ayol boshqa xonada nimadir o'zini ishini qilib turgan ekan, kompyuter orqali. U chunki o'ylamagan ham oynadan tushadi, eshikdan chiqadi deb o'ylagandir balki, lekin oynadan tushadi deb o'ylamagandi uni. Derazadan tushadi deb o'ylamagan. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, ayniqsa baland qavatli uyda yashaydiganlar, juda ham ehtiyot bo'linglar farzandlarga, ular yosh va bolada. Baribir bola. No, tем не менее, mana shu ham qaysidir ma'noda saboq bo'ldi. Ko'plab kishilar ko'rib, bu nima deydi? Ko'pchilikni ogohlantirdi deb o'ylayman men. Be'e'tiborsizlik nimalarga olib kelishi mumkin. Yaxshi ham, vot Xayrulla aka bor ekan. Keyin qanday vot u o'zi tushib ketdimi ya? U osildi, men o'zimni jilay oldim. U osilgandan keyin ham 5 sekund turdi. Uni bolachani qo'llari kichkina-yu, o'zi toliqadi. Men aytdim, bo'ldi, o'zimni kuch to'playin dedim. Bo'ldi, bu tashaydi baribir deb turibman. Lekin Allohimni aylanay, baribir men katta gapirib, men jasorat giroyman, nima, men Alloh ta'ala hech kim emasman. Chunki 50 sm u yoqqa, 50 sm bu yoqqa o'tib qolsam, men bu narsaga kafolat bera olmasdim. Chunki bu Xudoning ishi. Chunki u tepadan kelyapti, lekin menga to'g'ri kelyapti. Yana ham o'zimda shunchalik sezimki, nima qilsam, qanaqa ushlayman deb turibman. Chunki bu narsada men birinchi marta bir ham marta bu narsa bo'yicha shug'ullanmaganman. Ya men yordam
kuchi ishlamagan bo'lsam, u soha bo'yicha o'qigan bo'lmasam, masalan, emchiz bo'lmasam, o'sha yerda keyin baribir g'oyibdan keldi bu narsalar. Qorin bo'shlig'imni qattiq ushladimda, shu bolaga o'mganimni berdimda. Ko'kragingiz O'sha ko'kragim, o'shani tutdim. Bola shu kelib, shu kelishda shu bosim bilan shu yerimga oyog'im bilan tushdi. O'sha yerimga oyog'im bilan tushgandan keyin o'zi tushdi-yu, otilib ketmayapti u yoqqa. Men mana qilib turibman, meni o'rtamdan tushdi u bola. Riskga qisdim. to'g'rilaganda. Qarang, qanaqa kelyapti. Men o'shandan o'zim mag'rurlanib ketaman. Nima shu Xudoni hammasi Xudoni ishi deyman-da. Shunday ushlab qisdim, o'zi meni o'zim ham shokkaman-ku. Ayam o'zi qaltirlab bo'ysunmay qoldi o'zi. Qanaqa bosimda kelyapti? Gideti 20 kilo bo'lsa 40 kilo uryaptimi meni? Tasavvur qiling, professional basketbolistlar shuncha yil shug'ullanib, ligiga 8-chi etaj, ha? Pashti 8, yo'q, 7, padizi bor 8 million olganda. Padiz ham bor-da. Xudoni bu qilgan o'sha yerga sababchi qilib qo'yganda, mana shunisi bo'lishi bo'lgan. Mana tasavvur qiling-da, даже mana shunday 8-chi etajdan. Mana uni mo'jiza haqiqatdan. Chunki men bunaqa ushlab spokойно bo'lganimda, o'tishni meni ikki qo'limda o'rtasida o'tib ketar edi. Ko'krakda qilgan Berdimda, qaytardi-da, u bitta o'ydar berib qaytarib, keyin men bu yoqqa tushirdi. Endi uni qo'lingiz hozir yiqildimi u men? O'sha yiqilganimda bari bolada ham vis bor-ku. O'sha buni o'zimcha xayolimda suyagi yorildi deganman-da. Men chunki doktor hech kim hech qanaqa menga gapirmagan. Bu ezilgan bu menimcha. Ko'karim latib ezilgan. Chunki bu hozir bo'ysunmaydi, yo'q bo'ysunmaydi. Men bu sal bo'ysunmaydi, men bu qo'lim, bu uchalasi yaxshiroq, lekin ikkalasida og'riq juda kuchli. Ko'kraklarda ham bor. Bunda juda kuchli. Chunki men hozir kiyimlarni yechib qilyapman. Va qo'lim harakatim juda sust. Ozgina ko'proq yursam charchab qolyapman, og'rib qolyapti. O'sha kuni bo'lgan kundan kechqurun va shu uxlaganim yo'q. Ertalabgacha uxlalganim yo'q o'zimda bo'lgan. Keyin mana tushdi. Bolacha o'zidamidi? O'zidami? Bolacha tushdi. Bola tushgandan keyin qanaqadir men eshitmadim. O'zim shokda bo'lib. Unda shunaqa bo'ldi. Qanaqa dixinasi yopilganda meni xayolimda nafas olmayotgandek bo'ldi. Bu yerda o'ziga ham shok bo'lganda, o'zar bo'lyapti. O'zim qo'rqyapman hali, o'zimda emasman. Savrog'idagi ves, как minimum 30 kilo, 40 kilo ves bor-da. 15 bo'lsa 30, 20 bo'lsa 40 uradi-da, va birga bir tezlik udar bo'lib shu eshitish, xudo xolasa ertaga polni ko'rikdan o'tkazib, ko'rsatib nima bo'lgan, nima yo'q aytib o'tamiz batafsil. Mana tushdi. Mana bolani masaj qildi, reanimirovat qildi degan gap bo'ldi-da, yana unga kelib to'xtaladigan bo'lsak, u bola kelgan, bola qo'limda o'sha yiqildi-ku. Sraz lekin yiqilishda ham o'sha yerda o'zim tagiga qolib yiqildim. Avayladingiz-da uni? Endi ko'p avayla olmadim baribir. Endi 4 sekundda bo'ladigan narsalar. Bu bolani sal belrog'idan ushlagan bo'lsam, men bunaqasiga qo'li boshi bilan men bunday bu yiqildi baribir. Endi zakansi ushlab ola olmayman uni. Men zakansi bu yog'imga kirib kelgani yo'qdi, yarmi kirdi-da baribir. Atak xudo asragani u bolaning baribir boshiga tiranma yo biror narsa bo'lmagandi. Men bunaqasiga yiqildi, shu top qo'li qoldi. Boshimda sirazi ko'tardim. Ko'tarsam bola o'zida emas. Silkidim, tinimsiz masaj qilaverdim o'zimni orqa tarafimga. Odamlar keldimi o'zi? Yo'q. O'shandan kelgani yo'q. Chunki u yerda qanaqadir endi qani bu yerda shunaqa ekan, shanba bozor kuni, masalan, dam olish kunimi, bu tamom dam olishga ketargan. Domida bo'lsa o'zlari qanaqadir bayram qilib o'tirargan. U derazadan chiqib, qarab, nima bo'lyapti, xayoliga kelmas ekan bu yerda. Shunaqa ekan, men o'zim ishlaydigan joyim, men ham bilmam qayerda qanaqa. O'sha ko'rgan ayollar shu voydod ko'rgan. Ular tepada qarab turibdi, baribir ular ham o'zidan qo'rqadi. Baribir agar mabodo xudo ko'rsatmasin bolachiga bir narsa bo'lsa, nega sen bir narsa deb aytmading deyish mumkin, onasi bor. Baribir. Har xil narsa. Boshqacha bo'lib tugashi ham mumkin edi. Malaverayatan, xudoni
Sharaf bilan shunday bo'ldi. Keyin nima bo'ldi? Kim skori chaqirdi? O'sha yerda endi bilmayman skor kim chaqirdi. O'zi bu yerda men baqir chaqirdi boshladim. Endi yordam ruschasi "Помогите, пожалуйста" deb baqiryapman. Men silab mana qilyapman. Nima deydi? Masaj deydi. Masaj ham qilyapman deb undan keyin ham bolani ko'tarib yuribman qo'limga silkib. Ikki qo'limda bola turibdi. Silkib ko'tarib yig'layapman lekin afishtanim o'zimda emasman. Shokka tushib qoldim. Baribir o'zimda juda katta kuchli qo'rqish bo'ldi o'zimda ham. Keyin o'sha yerda dispetcher ayol kishi bor edi. Dispetcher ilojim yo'q, dispetcherda oldiga yugurib bordim ayol kishi. Bolani ko'tarib yuribdi. Dispetcher men bola menda yig'lab ko'taribman, yordam beringlar deb. Dispetcher mendan oldin qochib oldimda yuribdi, lekin men uni yomonlay olmayman. Meni yaxshiladi u videoda, lekin men haqiqatni aytaman, u mendan nari qochyapti-da. O yonimga kelib, yo bolaga nimadir qilay demadi. Keyin iltimos eshigingni och dedim. Kirgizaylik seni xonangga deyman. Ko'chadaman men, qor ustiga qo'ymayman bolani. Keyin eshigini ochdi, qanaqadir kichkina karvati bor ekan. O'sha yerda ham menda emotsiya qanaqa ko'z yoshlar, o'zimda ham bolalarim bor-da. Shu ko'zimdan oldiga hamma dunyo boshqacha bo'lib ketdi. Shunaqangi endi yordam qilyapman bolaga, endi bilmadim men qildim yo men unday katta gapira olmayman. Hammasi Allohdachi. Oyog'idan tortib boshigacha masaj qilib yig'lab qilyapman-da. Harakat qilyapman shu. Bola qanaqadir deb turib, o'zi nafas olib, sekin qimillash boshladi. Aylandi. Masajimdan keyin aylandi, bitta aylandi. Keyin oldimachasiga men basharasi bilan bunday bo'lib aylandi. O'shanday orqalarga qaradim. Yo'q, undan keyin o'zi tez yordam kirib keldi, skori. Tez yordam kirib kelgandan tez yordam o'zi qaradi. Keyin meni keragim bo'lmay qoldi u yerda. Mana shu joyga men hozir eshitib-ku, endi ichimdan ham jahl qilyapman, ham faxr qilyapman-da. Mana shu bizni ko'radigan zritellar bo'lsa, mana bu blogerlar bo'lsa, mana shu videolarni olib maksimal darajada tarqatish kerak. O'zbekligimizga, o'zbek bo'lib tug'ilganligimizga faxrlanib ketyapman. Bu real narsa. To'ppada. U aytayaptiki, endi bu yerda ichimdagi hozir hissiyotni men hammasini ayta olmayman-da. Bir jahlim chiqyapti, bir g'ururim kelyapti. Endi bitta o'zbek Rossiyada, Sankt-Peterburg shahrida yig'lab, farqi yo'q kimni bolaligi. So'ragan yo'q. Millatini so'ragan yo'q. Boshqa nahotki shu narsaga e'tibor berib bir yordam bermaydi. Achinarli holat haqiqatdan ham. Qarang, endi bu oldiga borsa u qochyapti. Shuncha inson ko'ryaptiki, ya bu qarzdormidi? Ya muttahammidi? Shuning uchun ham mana shu narsa ommada значитki ko'plab pozitiv fikrlar bo'ldi. Hali ham ushbu qahramonlikni his qilganlar, qadrlaganlar nafaqat o'zimiz millatlarimiz ichida, shu yerda mana bugun magazinda kiyim olganib o'rganimizda, hattoki bu taqdirga kirib kiyim olganimizda, bu shami deb pozitiv muomalada bo'ldi. Значит, uni millatini yoki boshqa narsasi emas, bu yaxshi insonlik, insoniylik. Значит, yaxshilik aka hali hamon o'z kuchini yo'qotgan yo'q ekan. Buni siz yana bir bor isbotladingiz. Dunyoga. Keyin nima bo'ldi? Qani politsiya kelgandir, kim sizdan keyin so'radi, u yerda baribir skori keldi. O'zi skori kelgandan keyin meni keragim bo'lmay qoldi. Eshikdan chiqdim, shokdaman. O'zi sразу 20 ta militsiya. Bu ekspertdan kelgan, MCSdan kelgan grajdanskiy forma militsiyalari bor ekan bu yerda ham. Militsiyadan qochmadingizmi? Qochdim. Qo'rqdim lekin, seriyozli gap. Ochib qahramonlik qilib yana qochyapsiz. Qarib. Akamiz yana jupday rostlagan. Gap yo'q aka. Nega qochdingiz? Qochganim baribir endi baribir qon-qonimizga singib ketgan. Dokumentimiz bo'lsa ham baribir qo'rqamiz bu yerda. Chunki bilmadim nimaga qochdim, baribir men qo'rqish bo'ldi, qochib ketdim. Уже instinktivdan o'lganda. Qochib ketdim. Qochib ketgandan keyin endi qochib uni uzoqqa qochib ketmadim. Ko'zdan panoroqqa qochib, shtobi meni ko'rmasin, meni tinch qo'ysin. Men
Men bilan ish bo'lmasin, o'zlari bilan bu yotaversin. Hayolimda shu faqat. O'zbekda qarang, shuncha narsani, katta narsani qilib qo'ygan, даже rahmat eshitish degan narsa ham yo'qda xayolda. Rahmati ham kerak emas. Bezovta ham qilma. Shunaqa bo'ldi. O'sha o'zimni ishimni qor kuragimni olib, ishlarimni qilib yuribman. Yanadan shu qor ko'ryapsiz. Ha, men ish qilyapman. Men ish qilyapman. Mehnat sevardi haqiqatan. U travma, qo'l oyoq ishib yotdi, ko'krak. Nafas ololmayapti. Nafas ololmayapti. Lekin akamiz shu qariyalarni deb qorda toza ne dedi. Mana endi so'z ojiz. Uni ta'riflashga bilmadim. Qani sizlarda qandaydir ta'rif bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Niyati. Keyin qanday chaqirdi ular? Keyin o'zimni o'sha ishim bilan shug'ullanyapman, o'sha ishni qilyapman. Militsiyalar kelyapti, giroy bu yoqqa ketdi. Endi sуда giroy deydi-da. Endi umrimda eshitmaganman men. Giroy so'zi nima o'zi? Aytdim, giroy izlashni men dedim, aybdorib qoldim. Tamom, ketdi. Hamon bu yoqqa ketdi dedim. Ham yaxshilik qilib, Men aytdim, sirazi yashirmayman. Mana bugun ham tinimsiz telefon qilyapti. Ko'rib tursa, Elbek degan og'aynim Moskvada hozir ishlayapti. Elbek degan og'aynimga sirazi telefon qildim. Do'stam mendan rozi bo'l. Giroy deyapti meni endi bular. Mendan rozi bo'l. Biz shunaqa ashib qo'ydim, bir bola tushdi. Ushlab oldim. Mana endi ashib qo'ydim. Giroy deyapti. Men endi deport bo'lib ketib qolsam kerak. Men o'zimda emasman-da. Men shuna qo'rqib unga aytayman. U aytayapti, "Qoch bu yoqdan ket" deydi. Elbek Giroy kerak emas. Yo'q, giroy so'zi bilmayapmiz. U ham bilmayapti, men ham bilmayman. Yo'q, keyin grajdanskiy uchastkovoy grajdanskiy formada ekan. O'shanda videolari ham bor, og'aynimga tashlaganman. Endi yo'q hozir. Grajdanskiy formada ekan. Keyin "Ты успокойся" deyapti, menga aytayapti. "Не волнуйся, не волнуйся" deyapti. "Ты герой" deyapti. Ular menga deyapti, "Giroy значит, nima so'zaga men vinoat emasmikanman" deyapti. "Sen mashinaman" deyapti menga aytayapti. Endi bo'lgan faktiski ochiq hamma narsani aytib berayman-da. Mashinaman deyapti. Yana qo'rqaman. Endi bu yerda chunki bu ish joyimda hammasi o'ris. Bitta o'zbekmenman. Lekin kimga chiqishimni bilmayman. Faqat o'shanga yana o'rayman Elbekka. Mana shunaqa so'z deyman, mashinaman deb ketyapmiz endi deyman. Keyin eshitmayman, giroy so'zi ma'nosini bilmayman. Seriozan gapda, u birinchi marta bu narsaga tushyapman. Uchastkoga olib ketdi, bordi. Mendan tilimdan tilxatnoma oldi, qanday bo'ldi, nima bo'ldi. Tushuntiruv xatida. Qanday. Keyin aradan vaqt o'tdi. Endi biz lekin ozgina ushlanib qoldik bu yerda, uchastkoga xonasida ushlanib qoldik. Keyin ushlanib qolgandan keyin yarim soatga dedi, 1 soat o'tdimi, vaqt o'tgandan keyin telefon keldi. U gaplashdi. Gaplashgandan keyin men hali lekin ochiq gap, giroy so'zini haligacha tushuna olmayman. Chunki o'zimda emasman. O'zim ismimni bilmayman. Nima qo'yganimni bilmayman. Bola qanday, hayolimda hamma narsa aylanyapti. Endi men nima bo'laman? Ahvolim nima kechadi? Menda qo'rqish juda kuchli haligacha. Keyin oradan vaqt o'tib, u telefon keldi, u gaplashdi, qo'ydi-da, keyin qo'lini tutdi menga, mana bunaqa qilib, qo'lingizni bersangiz, "Поздравляем, ты giroy" dedi menga. "Yo'ldosh, meni buni tabriklayapti" dedim. "Meni tabriklayapti" dedim. Keyin ishlab qoldi. Keyin olib ketmadimi? Haligi masalan sizga ham yordam ko'rsatmadimi? Yordam ko'rsatishdan oldin nima deydi? Bizni ozgina uchastkoy bilan ishlanib, ishlarimizni qilib bo'lgandan keyin qanaqadir bir tez yordam chaqirdi. Sizga Endi baribir ham bu yerda ham psixologический ham travma bo'lgan hozir. Ham tanasida travma. O'sha ko'rmadimi o'shalar? Skoriy keldi. Lekin baribir ochiqni aytaman. Borni aytaman. Nimaki bo'lgan taqdirda ham hozir sen qadrlisan deyotgan bo'lishi mumkin menga qanaqadir kommentariyada. Men qadrsiz bo'ldim o'sha yerda. Chunki sovuq, tasavvur qilib bera olmayman. Sovuq joyda, pechka yo'q, yaxtay joyda yechintirib yelkamdan men haligacha mana shu she'rimdan o'kkalaryapti. Sovuq o'sha yerda. Nima deyiladi u ukol? Udar yeganda sudrigaga qarshimi, nima deydi-da?
Men ham stomatologman. yo uni ha shu nimadir haligi Может biron bir abiz baluvchi qilgandirda, og'riq qoldiruvchi, Uni nimadir diflofenak qilgandir, может. чтобы sudir bo'lmasligi uchun qo'rqqanda u bola yiqiladi. lekin o'sha sovuqda ukkalordi keyin o'zlarini qanaqadir pasportimni oldi, dokumentlarimni olib yozyapti. U yozguncha ham kompyuterga yozar ekan qo'lida planshet. Ya sizdan so'radim, oldin qayering og'riyapti? Yo, aytdim. Ularga aytdim. Ko'krak qafasim og'riyapti. Qo'lim ishlamayapti dedim. Men aylanib o'rgilib, sen spina beling og'riyaptimi deb so'raveradi. Yo'q, meni belim emas, men buyog'im og'riyapti. Og'riyotgan joyimda aytdim. Yelkalarimni mana bunaqa ushlaydim. Yo'q, yo'q dedim menda yaxshi. Ular tekshirish kerak-da endi. Tekshirdi. Keyin Bayansaga olib ketdimi? Yo'q, hozir aytib beryapman-da o'shani. Men yechinib bitta futbolkacha turibman. Hamma narsani yechirib qo'yibdi meni. Chunki yelkamga urish kerak yo'q, urib bo'ldi. O'sha yerda turibman. Planshetchasi bor ekan. O'sha yerga yozyapti. Ozgina endi 15 minut, 20 minut o'zimni sovqatdim bor. Sovqatyapman. U doktorda ham xayoliga kelmayman-da. O'zimni sovqatyapman. Endi doktorlarda go'yada. Doktorlar emas endi. Yo'q, menda ham o'ylay bo'lgan, misol uchun travmpunktga to'g'ri bir marta oyoq sinib borganmiz. To'g'ri, недавно DTPda ham. Oyoq sinib yotdi. Doktorlar o'zi bilan o'zi urganga ko'zi bitib ketganda ular ham Bunaqalarni yo'qotish kerak. Bunaqa doktor u bizning kasbimiz shunday narsada, u vrach bo'lish hammaga emas. Men o'zim 5 yil o'qishdan yiqilganman. Birinchi marta xalat kiyganimda aytganman. Demak, Allohning nazari tushgan inson ekanmiz. Chunki bizning kasbimiz bu insonni joniga oro kirish, malham berish. Stopbada. Unaqa doktorlar endi uyat bo'lsa ham yo'qolish kerak-da. to'g'ri. Keyinchi Keyin uchastkavoy yaxshi bola ekan, yoshroq. O'zim tengi bolani. Keyin dedi menga aytdi, kiyinib tur dedi. Bu bo'ldimi dedi. Undan so'radi. Qiladigan ukkanlaring qilib bo'ldingmi dedi. Bo'ldim dedi. Kiyintirdi. Endi sovqatganman baribir. Sovuq joy o'zimda emasman. Timbol shokda turibman. Chunki milisaxonaga xudo yolg'on chiqmasin kirmaganman-da. O'zi milisaxonaga kirmaganman. Timboli mana bunaqa demadim kirmaganman-da. O'zimda emasman. Milisalar hammasi o'sha yerda turibdi mening yonimda. Mana bir juda katta bir mahbusni qo'riqlagandek turibdi mana bunaqa yonimda. Geroyni qo'riqlayapti. Yo'q, rahmat, lekin ular geroyni qo'riqlaganini o'zimning oladi sonasidan qo'rqib o'tiribman, cho'chib turibman. Oladi nima deydi? Turish vajohati. Yo, ular ham kelib ko'rgani chunki 8-etajdan tushib ketish opqoli u mo'jiza aka. Shaxsan men bo'lganimda ham kim ekan shu odam deb o'qigan bo'lardim bir-ku. Keyin u yerdan qo'yib yubordimi sizni? Yo'q, qo'yib yubormadi. Muammo bor u. Yo'q, hammasi yaxshi qo'yib yubordi. Hammasi yaxshi, zo'r. Tez yordam mashinasi keldi, mashinasiga meni olib ketdi tez yordam mashinasida. Bansaga olib borgan. Olib bordi. Bansaga olib borgandan keyin qanaqadir dokumentlari bo'lar ekan, berdi. Yo'q, uni meni pasportimni, migratsiyani, patent, shunaqa registratsiya hammasini oldi. Men qanaqa qilib yozuvchi so'zini qilib menga yordam ko'rsatadigan vaqtda o'zi skameykada o'tiribman. Kutib turibman, endi o'zimda og'riq bor, o'zimni ham emasman baribir. Shunday keldi-da ayolcha, rus qiz ayolcha keldi-da, bilaman sen geroysan dedi menga aytdi. Tak поздравляю dedi. Men ular tushunaman, spasibo dedi. Atak dedi, bu yerda dedi plat dedim. Senda puling bormi dedi. Davolanishga berdi dedi. Naglet. Men aytdim, menda pul yo'q dedim. Meni pulim yo'q dedim. Bu masalada senga qara olmaymiz dedim. Riski men ham aytdim, davom men dokumentimni qaytar, men ketayin dedim. O'zim tushundim bu yerda men qadr yo'qligini. U yerga vaqt yo'qotishdi. Qaysi больница edi o'sha? O'sha hozir men bo'lgan voqea joydan ulardan so'ragan vaqtim endi men bu yerda bilmayman uni baribir. Endi bo'lsa Petrogradskiy bo'lsa первый so'rasam Sasidi rayon dedimi? Sasidi rayon. Sasidi rayon dedi. Petrovskiyga olib kelgan bo'lishi mumkin. Keyin men lekin 191 da keldim avtobusda. Qarangda, geroydi. Endi
kim qanday tushunsin bu narsani aytish kerak edi haqiqatda. Geroyni olib ketyapti skori, boryapti bir platni deb. Bu bitta insonni hayotini saqlab qolgan inson. Mayli uning uchun birov taqdirlamasin, rahmat aytmasin. Bu aka uning uchun rahmat uchun yoki biror nima uchun qilgani yo'q. Bu insoniylik uchun qilishyapti-da bu narsa. Hatto o'sha narsani nima deb o'ylaysiz? Kimni vazifasi bo'lgan mana shu narsani kontrol qilish? kontrol qilish, конечно, o'sha yerdagi uchastkovoy vazifasi edi. Uchastkovoy. U kutib oldi-ku u yerda. O'sha yerda mahalla ko'mi bo'ladi, uchastkovoy bo'ladi, o'sha kutib oldi-ku. Bu skorga tayyorlash kerak edi. Baraka topib bu giroy. Obor, buni polностью обследование qil. Bizga sog'lom kerak. Shuncha bitta insonni hayotini saqlab qoldi deb, u pullimi, bepulmi? Bu tushayotgan payt sen pul berasanmi, menga rahmat aytasanmi deb yo'q-ku. Uni o'ylamasdan qilishyapti. Agar sizdan pul so'ragan bo'lsa, men o'ylaymanki buni to'g'ri. Masalan, meni fikrim endi bilmadim sizlar qanday deb o'ylaysizlar. Конечно, men o'ylaymanki lekin strixovkang bo'lsa-da, qara, senga qaraymiz, lekin men dalni momentda men tez yordam olib ketar ekan, meni strixovka so'rar ekan. To'xtab tur, tez yordam yonmasa o'zimni kvartiramga haydagin, mashinangni strixovkamga o'laydi demayman-ku. Men nega shuni aytdim? Menda bor, lekin bilmayman bormi yo'qligini ham dedim. Lekin menda bor. OMS bor, обязательно медицинский страховка. Lekin dedim u kvartiramda bo'lishi kerak. O'tmaydi, lekin bu yerda. Yonimda emas dedim. Hamma lecheniyalarga o'tmaydi-da. Ko'p joylarda platni haqiqatan ham bu yerda platni. Agar sog'lig'ingiz bo'yicha umuman o'ylanmang. Mana sizlarni ko'rdim, endi o'ylanmayman. O'ylanib turdim. Endi mana bizniki Shohrobagada не только OMS, вот bu yerda вообще-то agar реально og'ir muhtojman bilaman, Shohrobaga necha yuzlab insonga shunday operatsiya qilib, shunday yordam berganini bilaman. Sizga ham biz haqiqiy doktorlar qanday qilib sizga muomala qilish kerakligini ko'rasiz. Millatchilik bo'lmasin, boshqa narsa bo'lmasin, bu o'zimizning xalqimiz mana shunday qilgan. Bu men uchun g'urur. To'ppa-to'g'ri. Men uchun konkretni g'urur bu. Ertaga inshaalloh mana shu Peterda 3 ta klinikamiz bo'ladigan bo'lsa, olib borib, polностью обследование qilamiz, rentgen qilamiz, ko'krak qafasini ko'ramiz, ichki organlarni ko'ramiz, UZI qilamiz, qo'llarni rentgen qilib ko'ramiz. Rahmat. Sog'lom qilib, polni обследование qilib, Qon bo'ladi. bu yerda strixovka kerak, puling bormi deb so'ralmaydi. Bo'ldi. Bu geroy siz Qanaqa choy ichasiz deb so'raladi aka bu yerda. Ko'kmi qorami deb. Umrlaringizdan Lekin shu pul so'ragan doktorlar masalasida отдельно bu haqida ichki ishlar. Menda hozirgacha vizitkasam bor. Yolg'on bo'lib qolmasin, kamerani oldida aytaman. Chunki vizitkasini berib yuborgan menga. Doktorlar. pul topsan kelasan. O'sha doktor mendan pul so'raganda, sen mana vizitkani, men qo'llarim ishlamayapti o'sha vaqtda. O'zi qo'li bilan vizitkani sumkachamga, mana yonimda sumka o'sha yerga solgan. Sababiki, qani shu sumkacha? Sumkachamni beringizlar. Sababi nima uchun? Balinsa ham yozilgan o'sha yerda. Sababi nima uchun? Sen borasanda o'sha strixovkani topasan, topolmasang sen uchun kimdir pul to'lab ketsin degan. Nagil. Menga aytgan. Hozir ko'rsataman. Ular hozir endi sizni bir ko'rganiga u ham pul olib kelish kerak. Tur. Bular aytayman, qo'l uchi ko'rdi. Chunki menda pul to'lab bo'lmayapti-ku. Kak men qarzga ko'rinib ketayotgan deb qolayman. Ularni xayolida. Tushunyapsizmi? Hozir men nasib bo'lsa endi. Mana shu yerda bor edi. Mana ke. Yolg'onchib qolmay mana ke. Platniy отдел. Хорошо. Qaysi? Так. СБГУ, городская Маринская больница, СПБ, Литейный проспект, дом 50. Маринский marmidagi? Bizda oldimizdagi. Маринский больница. O'sha yerda. Kassa номер 1. Bu yerda o'zimizda nechta o'zbeklar ishlashadi mana shu yerda? Turkman bolani ko'rdim faqat. O'zbeklar ham ko'p. Endi biz tanish bo'lmaganmizda. Balkim siz so'rab qolishingiz mumkin edi pulda. Sizda просто hozir. Telefon nomerlari ham bor 8900. Mana shuni berdi. Sen telefon qilasan dedi. Agar dedi, telefon qilmasang sen uchun kimdir to'ylasin. Naql aytdi menga. Tanigan bilganlar, Marinskiydagilar. Uyat. Undan keyin avtobusda qaytib keldingiz. Yo'q, undan keyin chiqdim ko'chaga. O'zimda hali shokdaman, lekin qayerga ketishimni bilmayman.
Qayerda turganingizni lokatsiyani ham Yaxshi bilmayman. Faqat biladigan joyim Chikalovskiy metro deyveraman. Bo'ldi. Chikalovskiy metroni topib olsam bo'ldi. Uni yonida ishxonamda boraman-da. So'rayman, odamlardan Chikalovskiy metroni bilmaydi. Aksiga olib. Shu men tezroq xonamga borayin. Odamdaymi yotayin. Soat menga soat 8:30 bo'lib ketyapti. Kechqurun. Kechqurun, o'sha obedda soat 1da ovqatlanganim. Nima yedim, nima ichdim? O'zimda emasman-ku hali men. Mayli, men tezroq xonaga borishim kerak, o'sha xonamga yotishim kerak, menga hech narsa kerak yo'q. U men bunaqa bo'lib ketishlari tishimdagi yo'q. Hushimda ham yo'q. Bu kecha bo'ldi, to'g'rimi? Kecha bo'layotgan voqea. Ronla 1 sutka bo'lyapti. Ronla 1 sutka. Men Samigiloni uyga borib olishim kerak, odamda yotishim kerak. Bo'ldi, menga shu kerak faqat. Birinchi qo'ng'iroq ilib birinchi xabar qayerga tarqadi? O'sha men soat 8:30larda ko'chada men metroni qidirib yuribman odamlardan. Bilasanmi Chikalovskiy metro qayerda bilmayman. Bilasanmi? Bilasam, undan endi so'ra bir 10 ta odamdan so'radim, bilmayapti. Men ketyapman, lekin Tusman tavakkal ketyapman, o'zim bilmayman. Ketaysam konduktor emas. Mana bunaqa avtobuslarda pul to'lamasa, shtraf uradi. Tekshiraveradi. Kim deydi o'shalarni? Kontrolyor. O'sha xonachada yashinib, nimadir planshetini unaqa turgan ekan. Keyin bordim, maylimi, gaplashsam sen bilan. Gapirdim. Men aytdim, Chikalovskiy metroga ketishim kerak dedim. Menga keyin qanaqa metroni aytdi. Persatga qilasan dedi. Endi tush, chiq, men o'zimda emasman, menda og'riq bor. Men aytdim, shokam bor. nima qilsam bo'ladi? Taksi chaqirtirsammikin desam, Alloh guvoh, sizlarga yolg'on mengachin 250 rublmi, 225 rubl kartamda pul bor. Yetmaydi u, polibon bilaman, o taksi chaqirsam. Bilmayman nima qilishimni. Undan keyin unga aytdim, qanaqa avtobus ketadi? Avtobus aytmangga dedim, unga aytdim. Avtobus aytdim, keyin 191 da aytdi. Qayerga borishim kerak? To'g'riga borasan, keyin o'ngga burilasan deb Astanovga kelib, o'sha yerga 191. Keyin shu 9'lar atrofi avtobus keldi. Sovuqda yuribsiz. Ha, ketishim kerak edi. Bugun ham aytayman, menda kalitlar qolib ketgan hozir. Men skalat kalit hozir ham yonimda. Borib berishga men dolishman, chunki ertaga ish bo'ladi deb edi. Ha, Mas'uliyat. Chunki hozir ham yonimda o'sha kalit. Kecha ham shu xuddi yonimda qolib ketdi-da. Tusman tavakkal ketib qolyapman, kalit menda qolib ketyapti. Keyin kalitni berishim kerak, men ishxonaga borishim kerak. Kelsam u ishi xuddi suyutlar yoqib, sразу kameraga olishni boshlayapti. Men aytayman, bolaga bir narsa bo'lib qoldi, men aybdor bo'ldim deyman. Men aytdim, bolaga bir narsa bo'lib qolsa aybdor mendan. Nima so'rayapti bu deyman. Qarang, juda men antiqa bo'laman-da, o'zimni o'zim qanaqadir o'risdan ikkita o'ris bo'ladigan bo'lsa, bitta o'ris menga gapiryapti. O'ris menga gapirayotgan bo'lsa, o'sha mikrofon tutadigan o'ris qiz menga gapiryapti. O'ris bolani olib kelib perevod qilyapman. Kallani qarang endi. Qarasam, yoshi bor-ku. Shokdaman-da. U olib kelayotgan bolam dispetcher. U kameralar qarab turadi-da. Eshiklar ochadi, nima deyman, shunaqa dispetcher. U ham shokda-da. Qaysiga perevod qiladi? Uspokойся, это телевидение deyapti. Какие телевидение? Ты скажи, само menga gapiryapti, men undan so'rayman. Yaxshi, o'zimda aytayman-ku, shok bo'ldim kecha. Rusga, короче, rus переводчик olib keldingiz. Ha, O'zbekchani bilmaydigan. yo'q, u ikkalasini o'rtasida bitta o'zbek menman. Ikkita o'ris. Ikkalasi bir-biriga qarab hayron qolyapti-da. Nima qilishini bilmayapti. Yo, u billa ishlagan, Yo'q, bu kamera, mikrofon tutib turadigan bor-ku. Mana televideniyadan kelganlar. yo'q, o'sha siz dispetcher chaqirgan siz bilan ishlaganmi? Dispetcher men bilan ishlaydi. Ha, endi sal-pal tushunadi-da. Qayerda xato bo'lsa, Qanaqa tushuntirishni biladi. Undan perevod qilyapman, men dispetcherdan tushunadi. Qoyil o'zim. Endi yo, может быть 4 oy ichida unga o'zbekchani o'rgatgan bo'lsangiz kerak. yo, bularning shivasini ular o'rganib ketgan deb o'ylayman-da. Va gap yo'q. Xo'sh, keyin televideniya bo'ldi. Syomkalar necha soat davom etdi? Keldim. Necha soatga qaramadim, lekin keldim. Sraz suyutlar olib, o giray mana video.
videolar olib bunaqa ketdi. Giroy degan so'zi menga tabriklagani yodimda. Lekin bu ham giroy deyapti. Nimaga bu qanaqa giroyman deb o'zimda emasman-da. Baribir kak shokdaman-da. Nima bo'lyapti, nima qo'yib, bola yaxshimikin? Agar bolaga bir narsa bo'lib qolgan bo'lsa, Sizni xavotiringiz shu bola bir nima bo'lgan deyapti-da. meni xavotirim bola faqat. Agar bolaga bir narsa bo'lgan bo'lsa debman o'zimda ichimda. Avvalambor Alloh umr tilayman unga. Sog' salomat katta yigit bo'lsin. Men shundan faxrlanaman erta kelajakda ham. Duodaman обязательно u bola uchun обязательно duodaman. Lekin u bolaga bir narsa bo'lgan bo'lsa meni uyim kuyib ketdi deyman, bo'ldi. Boshqa chiqqan yaxshilik ham ko'p. Chunki endi yaxshiligimni lekin hali bilmayman-da men. Nima qilganini akasi xizmat qilgan yo'q u vaqtda. Tushib ketdi, ushlab, buyog'ida giroy milisa, больница, pul so'ra, ya o'bdi. Chalkashyapman-da shu. Hayot. Ayniqsa eng menda nima deydi bir nima deydi? Emotsionalniy bo'lgan narsa, ayniqsa tez yordamga borib iltimos meni qo'yib yubor deyman-da, ketayin deyman-da. Yordamga ham kerak emas. Pasportimni olgan, nima deydi, ana strixobkangni kimdir tashasin, mana shunaqalar gapiryapti-da menda. Bürokratiya qilganda. Men mana bunaqa turibman endi, mana bunaqa. Ular xabari bormidi siz bolani qutqardingiz? Nagli keldi. Men aytaymi, shuni stolda o'tirtirdi, men o'zim kurtkalar qo'limda, men turib shapkalarim ko'tarib olganman, endi yuribman. Mana bu xayol hushimda yo'q. Bir o'zim qayerga boraman, nima qilaman, yuribman doktorxona ichida. Keyin doktorga o'tirtirib qo'ydi. U opa ketdi, meni tez yordam olib kelgan opa. Kimgadir berdi-da, men dokumentim berib tushirdi u. Endi u skoro shuni topshirib ketadi-da. Keyin o'tirdi, keldi, aytdim-ku, bilaman sen geroysan deyapti. Atay pul deyapti. Puling bormi? Davolana. Pulim yo'q dedi, o'zi menga qaraganim yo'q. Qaramadi, men aytdim unga, iltimos men dokumentimni ber, ketayin debman-da. Endi bu yerda городской больницада ularni amaliyot qilib bo'lmaydi. Ular amaliy buyruqni bajaradi-da. Bu yerda o'sha boyagi uchastkovoy bilan mahalla bu yerga qanday topshirish kerak edi, yaxshilab. Zadaniya berish kerak. Da. Men o'ylaymanki разберутся с этим. Fikr qila. Keyin qachon mana siz kameraga ham tushdingiz. Siz alqasi bilganingiz yo'q nima? Nasamdala qilganingiz. Hech narsani Uyg'ondingiz mana bugun. Bugun qanday bo'ldi? Bugun boshlanish. Bugungidan kelib chiqadigan bo'lsam, lekin yo'q, bugundan kelib chiqadigan bo'lsam yolg'onchi bo'lib qolaman. Kechagini aytib qo'ya qolay. Chunki u kamera ketdi. Meni kontaktim nomerga to'lib ketdi o'zi. Kelyapti telefon. Xayrulla, men Xayrullaman. Sen qancha vaqting bor? Men sening ichida boray deydi. Endi men aytibman unga 7 da ish vaqtim. Men yana ishda aka. Yo'q, endi ochig'ini aytib gapiraman. 7 da men ish vaqtim dedim. Soat 8 da dedim. Sal ishim saramjon bo'ladi deb men unga aytibman. Ular 8 da uxlaydi. Bo'ldi deyapti. Undan keyin Ertalab 7-8 deyapsiz-da. Ertalabki aytibman. O'zi u videodan keyingi bo'layotgan narsa. U video olib ketdi-ku, birinchi video men kelganimdan u tartar video. Bu shu kechqurun o'rtasida tarqab bo'lgan arizani ommaga chiqqan yo'q, shu jurnalistlar orasida o'sha tarqab bo'lgan akani quchoqlab o'sha kelib birinchi meni anaqa qilganlar, men rasmlarimni quchoqlab, men bilmayman, boshqacha emotsiya beryapti keyin. U qo'rqishimda ozgina tushunib yetdingizki, что men yaxshilik qilibman dedim. Keyin o'zi quchoqlab ayol kishi rahmat deb unaqa qilib qoldim. Quchoqlab qo'ygan. Это значит, endi qo'rqmasam bo'lar ekan dedim. Endi o'zim, chunki men kimdir yonimda bo'lsa ega, mana shunaqa qildim, mana bunaqa bo'ldi, nima deb o'ylaysan? Sen zo'r, sen qo'rqma deydigan odam bo'lmayapti-da menda. Men bir o'zimman, bo'ldi, boshqa hech kim yo'q mening oldimda. Bitta o'ris perevodchigim bor. Lekin bu videoni yana bitta aka bor, tojikistonlik aka, обязательно ko'rsin. Ismini bilmayman, ismi Shokir aka, ismini chiqib ketgan. Shokir akani ham topdim men. Shokir akam yonimda dvornik ishlaydi. Shokir akaga gapirdim keyin. Mana shunaqa bo'lyapti, Shokir aka desam, Shokir aka ham registratsiyalarini ko'rsatma. Shunga problema bo'lib qolishi mumkin dedi. Birinchi boshda. Keyingi holatda aytdim,
video olib ketgandan keyin mana shunaqa bo'pti deb Shokir akaga anaqa qildim. Shokir aka malades. Buyog'iga sen qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi deb ozgina menga keyin dalda berdi. Undan keyingi holatlarda o'zi menga telefon kelishni boshladi. Ertalab Nomeri qanday tarqab ketdi? O'zim bilmayman nega. Nomerim tarqab ketdi. Faqat Menga o'sha Tesla'nga Boyagi bularga o'zi xabar topgan-ku, birinchi skor оформление qilinadi. Kontakt ketdi-danni, uchastkoylar оформление bo'ldi, telefon yozildi, nomerlar ketdi. Televideniya olganda, telefon qilib. Keyin mana bugun uyg'ondingiz. Bugun uyg'ondim, ertalab turdim ishga. Yana ham ishga 7da. Lekin men hali o'zimda unaqa narsa sezganim yo'q, hech qanaqa narsa. Keyin turdim, kak instrumentimda supurgini, taporchani, men muzlar yoradigan taporchani jaydarcha qilib, lapatkani yelkamga tashladim-da. Birinchi qiladigan glavni litsenziya bor. Tozalash kerak. Glavni постоянно menga aytilgan. O'sha yerda tozalayman, o'sha yerda ishlayman. Bir mahal videochilarga o'tiribdi, ishlayapman, video olyapti-da. Ishlamasligimni bilmayman, ishlashimni bilmayman. Ko'proq ishlasam, bu qo'lim og'riyapti, ko'krak qafasim vafsha og'riyapti. Keyin dam olib ishladim, baribir menda og'riq bor. Hozir ham bor. Sizga kelib gapirdimi yo ular videolar? Birinchi gapirdi. Sen ishlab tur dedi, lekin menga aytgan gapi. Ular kadr olmoqchi. Sen ishlab tur, biz videoga olaylik dedi. O'zi men baribir buni bilaman o'zi. Bilaman mavolani. Yo'q, nima deysan, nima demoqchisan demayman. Ha, mayli, ishimni qilib, lisenziyalar tozalab, faqat ora-cho'rada charchayman-ku, og'riyapti-ku. Bo'ldimi deb so'raverdim. Yonimda bugungi aka ham mana akani ismi Jasurxon. Jasurxon aka bugun ko'rdi. Bugun kelgan bir 2-3 ta operatorchilarga ham xuddi shunaqa kadr olaylik, qor ol, otaylik. To'xtatmayapti-da. Bo'ldimi so'rayman. Chunki menda og'riq bor-da, men ishlolmayman-da baribir. Sog'lig'ini qaratishga platni degan. Yana kadr olay deb isha degan. Ha, keyin bo'ldimi dedim. Keyin xullas buni qilib aytadigan bo'lsam, bu kadr ketaverdi, bunisi kelaverdi, bunisi ketsa, bunisi keldi. Ha, to'xtamayapti. Juda ko'p telekanallarda kelgan, juda ham ko'p. To'xtamadi. Moskovskiy, Federalniy, Zvezda degani bor ekan. Eng glavni Zvezda. Peter armiyskiy. Shunaqa eng kuchlisi bor ekan, ular ham nima qildi? Keyin izi to'xtamadi. Men ishlayman baribir, hali ham yo'l ochib. O'sha yerda yashovchilarchi qanday munosabatda bo'ldi? O'sha yerda yashovchilarga keladigan bo'lsak, meni bir odatim bor. Baribir men o'zimni nima deydi, anomdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, nima deydi, o'zim fikrimdan kelib chiqadigan bo'lib gapirsam, kim o'tsa qiziqchilik izdirastuydi deyurardim-da men. Kimdir olardi, kimdir olmasdi. Kimdir ochig'ini gapiraman, nima uchun salom beryapsan degan joyi ham bo'lgan. Mana bo'lgan gap, xudoylik. Nima uchun salom beryapsan? Lekin bugungi kunga kelib turib, men hozir salom bermayman. Menga salom berib, meni quchoqlab, menga yig'lab tabriknoma qilayotganlarni endi men tasavvur qilib bera olmayman. Hamma vizdom videolar lekin yosh bolalar kimdir 4000 rubl, ochig'ini aytganim yaxshi, kimdir 5000 rubl, kimdir imkoniyat yetganlar 10 ming, kimdir shikolat, kimdir konfet, kimdir futbolka. Buni izi to'xtamayapti. Lekin hozirgi momentgacha hamma menga yaxshi odamlar, yaxshi. Yosh bolalar ham kelib menga rahmat aytib, naqilib, men juda faxrlanyapman bundan. Mana o'sha yaxshi odat, yaxshi postupok, ya'ni qilingan harakat ko'rib odamni mehri eriganda, biz ham yana bir aytaman, Shuhrob aka ham aytib o'tdilar. Mana shunday yaxshi holatlarni biz ko'rsatishimiz kerak. Albatta. Suvni boradigan mehrni, men afsuski odamgarchilik, mehr, oqibat degan insoniylikka uyg'otish uchun mana shunday insonlar sababchi bo'ladi. Buni maksimal biz ko'rsatib berishimiz kerak. Buni ijobatini ko'ryapmiz mana. Shuncha kun akamiz salom bergan bo'lsa, qaranglar, bir kunda
ko'rib, ular ham ko'rganda, eshitganda qayerdandir mana akamizga shuncha mehr obratni qaytaryapti. Bu yaxshi narsa. Bu juda ham yaxshi narsa. Respekt. Yo'lda keyin mana Jasurxon bilan uchrashdingiz, keyin siz bilan telefonlashdik. Shunaqa. O'sha vaqtda siz orden haqida hech nima bilmasdingiz. Yo'q, hech qanaqa hattoki men mana zvizamni bilmardim. Hozir mana qanaqadir Jaydarda zviza deydimi, nima deydi? Men to'g'risi bilmasdim. Menda chunki ochiq aytaman, Instagram yo'q. Menda faqat o'sha YouTube, unda ham qo'shiq eshitaman. Yaxshi so'ralarni eshitib yotaman joyga. Misol to'g'risi, chunki o'zim yolg'iz yashardim o'sha yerda. Xonamda. Lekin menda mana bunaqa o'zim bilmayman nima bo'lib ketayotganini, televizor ko'rmayman. Sizga kim aytdi o telefon qilib, ili nimani his qildingiz? Когда вот новостini ko'rdingiz, o Shohrab aka ham bor edilar. Men o'zim ko'rib, demak, ichlarim boshqa ketdi. Boshqacha bo'lib. Ha, televideniyani aytyapsizmi? Yo'q, prezident tomonidan sizga jasorat unvoni berilganligi. Ha. Men birinchi Boyda eshitdik-da, bu yoqqa birgalikda eshitdik biz. Ha, siz o'tiruvdilaring. Men Qalampir o'zidan ko'ryapman. Vot men sizni ko'rib turibman. Siz haqingizda prezident qarori bilan jasorat unvoni berilyapti. Rahmat. Qanaqa Biz-ku mana biz yoningizda turib shuncha badanlar uzilib ketyapti. badanlar mana aytayman, tukula turib ketdi. Sizda qanaqa taassurot? Menda taassurot ochiqroq aytadigan bo'lsam boshida uxlayotib tush ko'rayotganman. Kimdir meni boshimda hozir kimdir yog'in deyaveradi. Tur bo'ldi, ish vaqting bo'ldi deb aytib yuboradigan darajadamanda, xuddi men uxlayotibman, kimdir hozir turdirib yuboradi meni degan. Lekin gapni poskalasiga keladigan bo'lsak, muhtaram prezidentimizdan minnatdorman. Ozgina mana shu qanaqadir mehnatimiz deydimi, ozgina jasoratimiz deydimi, giroyligimiz deydimi, arzitib shunchalik darajada qilyapti ekan, umrlari uzoq bo'lsin. Minnatdorman. Nafaqat butun O'zbekiston musofirlar so'z nima deydi, do'stlarimiz nomidan rahmat aytib qolaman. To'ppa-to'g'ri. Chunki siz qilgan ishni hozir masalan prezident shu narsani e'tiborga olib tasavvur qilyapsizmi? Siz haqingizda shaxsan siz men haqimda bilmaydi, bular haqida bilmaydi, bular haqida bilmaydi. Aynan siz haqingizda prezident ko'rib tasavvur qilyapsiz, nazariga tushib. Bu Biroq iltimos qilgan yo'q. Sardor Miromonovich. Bizda shunaqa bo'lib qoldi. Allohimga be'da shukr. Rahmat. Shunday qilinadigan oddiy insonlarni, oddiy misol uchun simbol muhojirda yurgan insonlarni mana shunday nazariga olib, buni rag'batlantirish bu juda ham oliyjanoblik. Albatta. Shuning uchun prezidentga ham kattakon rahmat. Rahmat. Qishloqda nima gap? Qishloqda shov-shuv, qishloq. Tamom. Shunaqa hammasi do'sti birodarlarimiz, og'aynilarimiz. Mana maylimi ismlarini aytib. Qani ayting. Mana tabriklab turibdi. Tabriklagandan keyin do'stlarimdan boshlasam, mana Farruh, Siroj, o'zimning do'stlarim, Jonibek, Ravshanbek, endi Ilyosbek, Ahmad, hammasi do'stlarim ular tabriklashdi. Birinchi ayolim tabriklashdi, keyin bular. Undan keyin yana do'stlarim Jasurbek, Mirjalol, Ilyosbek, hammasi do'stlarim tabriklashdi. Juda bir nima deydi, bir o'zimda emasman-da, shokda men xursandman, обязательно. Boydan do'stingiz nimaydi? Ha, uniki Elbek edi. Elbek aka. Xuligan. Juda ko'pchilik tabriklashib, lekin hammasi xursand, обязательно nafaqat meniki. Ularniki ham bu albatta. Xabaringiz bo'lsa yana shu narsani aytib o'tay. Konsulstvodan ham bugun telefon qilishdi, gaplashdingiz o'zingiz ham. Ular ham ertaga juda ham
xursand va o'zini tilaklarini sizga aytishdi, erta uchrashamiz deyishdi. Ularni ham sizga ko'rsatadigan nima deydi, e'tiborlari hammasi ertaga chaqirgan konsulstradagi xodimlarga ham kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Norbek bog'langan edi ular bilan. Rahmat. Jasurxon, shuning uchun tasavvur qiling, mana даже hattoki chet elda bo'lsak ham konsulstlik xodimlari bunday qahramonlarimizni unutgan yo'q. Обязательно ertaga sizga hokimiyatdan u biz shu konsulstlik nomidan ham sizga abdilla minnatdorchiligini bildirmoqchi. Rahmat. Buni bilingki, aka, yaxshilik hech qachon e'tiborsiz qolmaydi. Qayerda bo'lsa, qanchalik harakat qilgan bo'lsangiz, hatto siz yaxshiligingizni yashirmoqchi bo'lgan bo'lsangiz ham, bu baribir chiqib keldi. Bu haqiqatdagi gapda. O'zbekistondagilar ham, masalan, shuncha blogerlar ham hamma bu yoqda olib chiqyapti-ku. Hammasiga dush rahmat. Hammalaringizga rahmat. Borlaringizga shukr. Podeshkani ayamanglar. Podeshkani ayamaysizlar. Shuning uchun bizni qahramonlarimizni butun dunyo ko'rishi kerak. Shunday. Biz esa aka sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Rahmat. Farzandlaringiz vaqtini ko'ring, ishlaringizga rivoj. Rahmat. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar aka, mana shu yaxshi qiladigan ishlaringizdan to'xtamang. Boshqalarga ham saboq bo'lsin aka. O'rnak bo'lsin. Siz nima deysiz Shuhrob aka? Men shokdaman bu yoqqa o'xshab. Biz hammamiz shokda bugun bor-ku. Shuncha hodisa bo'ldi. Mana shu bo'lgan ishga mana shu zritellardan so'rab qolaman. Maksimal darajada qo'llab-quvvatlashdi, kommentariyada bu videolarni maksimal tarqatishdi. Chunki har xil endi mana videolar qilamiz. Keraksiz videolarga like bosasizlar, million prosmotrlar bo'ladi. Mana bunday o'zbek bu dunyoda hamma qiladigan ish emasda, bu shuncha katta narsani qilib, bu narsalarni ommaga olib chiqib maksimal darajada o'rnak bo'lish kerak. O'shaning uchun men faxrlanaman o'zbekligimdan. Mana shu Rossiya shahrida katta ish qildingiz, bir insonni jonini saqlab qoldingiz, hayotini saqlab qoldingiz. Allohim farzandlaringizni rohatini ko'ring. Iloyim. Shu mana shu yerga rizq nasibangiz shu yerga yozilib kelgan ekansiz. Shunday. Mana endi taqdir peshona. Mana shunaqa jasoratli inson bo'lib, faxriy yorliqlar bilan giroy bo'lib, mana shu o'sha rag'batlantirish masalasiga kelsak, mana biz ham qo'limizdan kelguncha Shuhrob aka ham yaxshilikka, двойной yaxshilik deganda, qaysi televideniya tomonidan sizga yana rag'batlantirish berdi? Erta. Ertadan sizga Siz haqingizda bitta ma'lumotni beraversam bo'ladimi? Bo'ldi. Qolib ketmasin. Ham bir kun muhrlanib. Birinchi o'sha akamiz, Jasurxon akamiz, kechirasiz, juda odam emotsiyadaman. Ko'p o'zimda emasman hali ham. Kim bilan nima gaplashyapman, qanaqa gaplashyapman, ismi esimdan chiqarib qo'ygan bo'lsam ming bor uzr. Jasurxon akamiz keldilar. Siz bilan ketamiz. Keyin men baribir qo'rqdim. Chunki men bu normal holat. Bir o'zim kimdir to'satdan senga kelsa-yu, sen ketdik desa ketavermayman. Keyin bu kishi ko'ring dedi, sizda aytdi. Mana akam bilan gaplashasiz dedi. Keyin siz bilan gaplashtirdi. Men boshqa joyda edim. Keyin birinchi hayolimda har xil narsa o'tdi, yo'q. Men borishim kerak. Chunki bu narsani butun o'zbeklarning faxri. Конечно. Bu narsani bilsin. Buni yashirib rahmat. Lekin keldim, odamgarchiliklaringiz bor ekan. Aka sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat. Orqadagi akalar, hammalaringizga rahmat. Nima deyman, men ham gapirib qolsam bo'ladi oxirida. Конечно, bugun mikrofon sizniki. Nima deyman? Aytadigan so'zim shu bolachamiz katta yigit bo'lib, sog' salomat bo'lib, sog'ayib ketsin. Ular ham ota-onasini bag'riga eson-omon qaytib, umri uzoq bo'lib, Allohim kelajakda bir yuksak, yutuq bir nima deydi, martabasi qolib, buyuk inson bo'lsin. Men shuni tilab qolaman. Ixtiyor senga ham maddush rahmat, duogo'y do'stim. Va siz bilan gaplashdim. Ixtiyor do'stim, senga ham rahmat, duoda bo'lib turding. Xursandchiligimga sherik bo'lib turding, senga ham rahmat.
Sizga ham rahmat aytdi aka. Rahmat aka, Ixtiyor degan rahmat. so'z aytib qo'ydiganda aytgan gapi. Shahzod senga ham rahmat. Обязательно Shahzod aytgin degandi. Asliddin bo'la senga ham rahmat. Hammalaringizga rahmat. Endi hammani ismini ayta olmaymiz. No, lekin baribir gapimiz tugaydigan bo'lsa, hamma tomoshabinlarga aytaman, bugungi va mana shu videoni ostidagi hamma rahmat Xayrulla aka sizga bo'ladi. Buni qabul qilasiz. Hammalaringizga rahmat. Rahmat aka. Siz Sizlarga ham bizni rahmat. qahramonimizsiz aka. Rahmat. Bor bo'ling, sog' bo'ling aka. Salomat bo'lingizlar Tamam. sizlar. O'z fikrlaringni mana shu kommentariyaga yozib rahmatlaringni yetkazinglar. Ketdik.